Farzandi bog'chaga boradigan ota-onalar diqqatiga. O'zbekistondagi bog'chalarda bolalar ommaviy zaharlangani aytilmoqda. Barcha ogoh bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi va dolzarb yangiliklarni, xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat qiling, Farg'onada bog'cha bolalari ommaviy zaharlandi. Farg'ona shahrida bir nechta davlat bog'chalarida bolalarning sog'lig'i yomonlashganligi haqida xabar kelib tushdi. 20-fevral kuni ko'plab tarbiyalanuvchilar isitma, ko'ngil aynishi va qayd qilish alomatlari bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2, 58 va 61 sonli bog'chalarning jami 62 nafar bolasi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib borilganligi ma'lum bo'ldi. Bog'chalarga tayyor ovqat auksioning orqali yetkazib berilganligi ham ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan vazirlik va mas'ul idoralar tomonidan tekshiruv davom ettirilmoqda.